Hükümetimiz işleyen milli kimlik degan vaqtimizda yangidan şu 11 ayning 12-sida millat vakillarimizga taqdirlangan milliy kimligin gibi bu. Milliy kimlik bek muhim narsa. Kimlik degan shu ismidan qarasak, kimlik degan shu insonninki kimligini bildiradigan, kim ekanligini bildiradigan bir dalil isbot degan gap. Bu biroz ma'nisidan qaragan vaqtimizda bir insonda manlik deydigan bir narsa bo'ladi. Uningdan keyin kishilik deydigan bir narsa bo'ladi. Uningdan keyin kimlik deydigan narsa o'tirib chiqadi. Bu üç narsa xil narsa. Manlik degan bizning dinimizda nafs deyiladi, inglizchada ego deyiladi. Buni manlik tuyg'usi. Manlik insonning mohiyatini va o'zligini ifoda qiladi. Shuning uchun bir insonning manligi, o'zligi, mohiyati nihoyat mukammal bo'lsa, u inson to'g'ri tuzgun inson bo'ladi. U inson o'zining mohiyatini tunigandek, Allohni tuniya oladi. O'z deganga shu o'zligiga doir nima bo'lsa hammasini tuniya oladi. Masalan, o'zining dushmanini tuniya oladi, o'zining do'stini tuniya oladi, o'z vatanidan tuniya oladi, o'z vatandoshlarini tuniya oladi, o'z xoliqini, o'zini yaratgan Allohni tuniya oladi. Shu manlik to'g'ri tuzgun bo'lsa, manlik buzilib ketsa, hamma narsa buziladi. Kishilik degan narsa insonning alohidaligini, xususiyatlarini ifoda qiladigan narsa. Insonda kishilik to'g'ri tuzgun bo'lsa, u inson axloqli bo'ladi, xuy mijozini aytib durust bo'ladi, yaxshi ishlarni, to'g'ri ishlarni qiladigan bo'ladi. U insonning nazarida chiroyli, sat, halol, harom, to'g'ri, xato, haq, botil degan hamma narsa aniq, ochiq bo'ladigan narsa. Ya'ni insonning manligi va kishiligi sog'lom bo'lsa, u kishi sog'lom kimlikka ega bo'lgan bo'ladi. Ammo insonning manligida va kishiligida chatoq bo'lsa, albatta kimligida mu chatoq bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib ta hozirgacha biz Sharqiy Turkiston xalqining manligimiz bilan hapilashib keldi. Kishiligimiz bilan hapilashib keldi. Nima uchun? Kimligimizni o'zgartirish uchun. Xitoyning maqsadi bizning kimligimizni o'zgartirish Xitoylashtirish, Uyg'ur kimligidan, Sharqiy Turkistonlik kimligidan o'zgartib butun kimligimizni Xitoylashtirish g'oyasi va Xitoyning. Shuning uchun Xitoy bizning manligimizni buzib keldi, kishiligimizni buzib keldi. Hozir endi bizni kimligimizni o'zgartib, bizni Jo'nxa millati deydigan, haddidan oshadigan shunday gaplarni ishlatyapti. Kim ishonadi? Sharqiy Turkiston xalqini Jo'nxa millati desa, Sharqiy Turkiston xalqini Xitoy desa kim ishonadi? Bu Xitoyga bizning hech nimamiz o'xshamasa, mohiyatimiz o'xshamaydi, xususiyatlarimiz o'xshamaydi, chiroy shaklimiz, shu kulturimizdan tortib, dinimizdan tortib, tilimizdan tortib, xuy mijozimiz hech nima o'xshamaydi. O tamamen farklı bir dünya. Xitoy alvastilari biz tamamen başka bir dünya. Xitoy hozirgi kunga kelgan vaqtda bizning kimligimizni o'zgartib, nima uchun Jo'nxa millati deyalayotdi? Chunki boshda mush 75 yillik ishg'oliyat tarixida bizning manligimizni buzdi, o'zligimizni buzdi. O'zlik buzilgandan keyin kishilikning buzilishi osonlangan. Kishilik buzilgan vaqtda inson faqatla malqi o'zining kimligidan ayrilgan bir maxluqqa aylanib qoladi. Shu kim kontrol qilsa, kim kuchi bo'lsa, shuning bo'ysundigan halga kelib qoladi. Shuning uchun Sharqiy Turkiston surgundi hukumatı Xitoyninki mush manlik buzg'unchiligiga, kishilik buzg'unchiligiga va kimlik buzg'unchiligiga taqobil turish uchun o'z kimligimizni o'zimiz ishlab chiqarib, mush 11-oyning 12-sida tarqatdik. Bu kimlik bek muhim, o'zimizni xotirlatishga bek muhim. Endi bu kimlik bo'lmas qanday bo'ladi degan vaqtda buzuq kimligimiz bilan davom qilaveradigan. Masalan, kimlik buzuqligidan kelib chiqadigan kasallar bor. Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining kimlik buzg'unchiligidan nurg'un kasallarga giribtorlab qoladi. Bu kasallar degani fiziksal kasallik emas, moddiy kasallik emas, butun ma'naviy kasallik. Masalan, shu kasalliklarningki ba'zilarini deb kelsak, masalan, ba'zi Uyg'urlar, hammamiz o'zimiz turayotgan yerdagi insonlarga qarab boqaylik. Ba'zi insonlar biz bu shahardagi Uyg'urlar xali madaniy juma, chunki biz Xitoylar bilan normal aralashib o'talaymiz, tijorat qilib o'talaymiz deb o'zining madaniy ekanligini ifodalaydi. Xitoy bilan aralashib o'talaganlikni, Xitoy bilan tijorat qilib, bodi keldi qilib yashay olishini madaniylikning ifodasi qilib ko'rsatadigan manqurtlar bor. Bu shuni da'vatgan insonlarning ruhidagi kasallikning ifodasi. Shu insonning manligining buzilib ketganligi, kishiligining buzilib ketganligi va kimligining buzilib ketganligini ifodalaydi. Yana bir misol versak,
mesela bazı vakitte bazı insanlar etrafımızda qarindoshlarımızdan, do'stlarimizdan bijak verip kelgan insanlardan parang olab qolgan vaqtda falani vatanga berib kepti desa, vatanga degan gunohi yo'q insonlar berib keldi, qo'midi po'qibalar baranmaydi deydigan gapni qiladi. Nima degan gap bu? Xitoylashib ketganlikning o'zi. Halqi yog'liqni silib, buvimdek o'ttag'ini bilan namoz o'qiymiz desak, biz bilan birga namoz o'qib yurgunimiz bilan Xitoyga qarshi desa, bizmi qarshi deb qo'yg'ini bilan mavu gap shu butunlay xitoylashib ketganlikning ifodasi. Vatanga gunohi yo'q insonlar boralaydi, qo'midi po'qib odamlar baranmaydi degan gap shu insonning uyg'urlikdan chiqib musulmonlikdan Allah buni chiqib bo'ldi zade. Uningdagi o taqlidiy iymon, o shakliy iymonli bir ishga yaramaydi. Bu uyg'urlikdan chiqib xitoylish bo'lganligining nimasi. Uyg'urcha gap qilib, va'da biz bilan lag'ma yeb yurgandek qilgan bilan ruhiy xitoylish bo'lganligining ifodasi bu. Numus qilmay shunday gapni deyalaydi. Masalan, ba'zi insonlar deydi, nima uchun bu mustaqillik maydoniga kelmaysizlar, shunday ishlar olavasa desa, ba'zilar deydi, biz vatandagi tuqqanlarimizga ishimiz og'rig'achqa Xitoy qarshi ish qilmaymiz. Xitoy qarshi ish qilish degan tuqqanlarni o'tqa tashlaganlik deb menda qaraydi. Vatanda acham bat, singlim bat, anam bat, ukan bat, Xitoy qarshi harakat qilish shuni o'tqa tashlaganlik deb qaraydi. Unda bo'lganda mustaqillik maydonida mengayotganlarning tuquni yo'qmi? Mustaqillik maydonida mengayotganlar tuqurim nim bo'lib kessin, Xitoy nima qilsin deb rozi bo'lganlik bo'lamdi shu. Bu kishilik buzilib ketganlikdan, menlik buzilib ketganlikdan ashundoq numussiz holga kelganki, o'zining numussizligini sharafli biladigan başkalarının şereflik işlerini merhametsizlik bildiğin derecesine düşüp kalan bir mankurtluk bu. Öyle baksak dünyanın hem yerinde bak. Yana bir misal kelsek mesela, Şarkı Türkistan sürgün hükümetinden kimlik eliş, sahşi uçurlarının aşkarlanıp ketişine sebep bulundu deydiğallı vakit. Kimlik alsa, hükümetin kimlik alsa, şahsi uçurlarını biriş gerek olamış. O şahsi uçur başka yerle kitaymış. Neye kitidem de başka yavrular? Senin uçurunu Xitay bilmem demiş. Çetelde yaşavatkan senin uçurunu, vatandaki tutkallarını, üyanın neredligini, isminin nemiligini Xitay bilmem de. Elbette buludu. Xitay buludu. Sen turuvatkan devlet buludu. Çet devletler buludu. Üzerinin hükümeti kimlik beriş üçün uçuru sorsa, bununla uçur başka yerge kitip aladı dep öz hükümetini yat görüdüğün derecede mankurtlaşıp gittikli. Mesela bir tasavvur kılaylı. Mesela bir çet ellik bir insanın pasport yüzüp gitti, ya kimlik yüzüp gitti. Şu çet elde turup konsulluğu verip pasport aldığı yerde şu konsul hemini sorsa, hemini devitidir o. Bildirişki aldırap, iştigrek bilse benim kimlikimni, pasportunu beriti de. Yüzünün konsulu oğaçka, yüzünün devletinin adamları oğaçka işinip bütün uçurunu berişke aldıraydı insanlar, vatandaşlar. Ama bizninkiler öz hükümeti kimlik bireyliği dep nime kılsa başka yerge ketidu. Başka yerge ketmesligini buludu. Bu halkı yüzüden yatlaşıp ketken bu oğaçka ve başkalarını kimlik elişten cayduruş üçün korkutup kimlik almaydıgan halga ekiliş üçün kılavatkan bir fitneleri. Bu mu kimlik bozukluğundan kelip çıkan kisellikler. Beşinci mesela müstakillik akmaydı Xitay bek biz bek aciz deydiğen məxluq var. Bu mu kimlik bozukluğundan kelip çıkıdı. Mesela düşman kuşluk olsa, biz aciz olsak, kimlikimizden vazgeçiş gerek mi? Men Uygur, men Şarkı Türkistanlık, Xitay tacavuzçı deyişten vazgeçiş gerek mi? Bu mu şu kiselliklerinin birisi? Yana birisi öz hükümetini Xitay'da mı bekrek yaman görüş hadeti. Bu bütünley ruhi cihetten kullaşıp ketkenlikinin ifadesi. Abiyatın ders öttüğü Allah münafıkların süpetlige vaxtında la entum eşeddu rahbeten fi sudurihim minallah. Sizler ularning qalbida Allohdan bekrek qo'rqish tegishlik deb qaralısizlar. Allohdan qo'rqmaydi munofiqlar, ammo sizlardan qo'rqudi deydi. Nima uchun Allohdan qo'rqmagan munofiqlar mustaqilchilardan qo'rqudi? Chunki kimligi buzuq. Chunki o'zini bizning saptin deb ko'ranmayotganlikdan bo'layotgan ish. Men mash mustaqillik maydonidagi odam, men bir Uyg'ur, men bir Sharqiy Turkistonlik deb ko'ranmaganlikdan o'z hukumatini yomon ko'rishning sababi shu. Bo'lmasa hukumat degan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiramiz deb kuchavassa, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi qaysi bir munofiq ziyanga keladi. Hammadamga foydali, ammo bular kişiliki menligi buzulup ketkishi aşında bo'lgan. Anangdan keyin yana bir kasallik, hukumatning mashruiyatini surishti qilamiz deydigan qonuniyligini tilga olish orqali hukumatning xuddi mashru emasdek, qonunliq emasdek ko'rsatishga tashadigan ishlar bor. Kimlik buzuqligidan bu bir insonning o'zininki hukumatini qurish, o'zining davlatini mustaqil qilish, ishg'oliyatga qarshi turish, burundan tortib inson tabiatida mashru bo'lgan narsalar. Inson qilishga tegishli ishlar, insonning vijdonida
o'tadigan, xalqaro qonundan o'tadigan, islomiy shariatdan o'tadigan, dinimizning hukmiga uyg'un bo'lgan, xalqimizningki hozirgi hayotlik taqozzosiga yuz uyg'un keladigan mushundaq bir mashru narsalarni tahi mashruligini surishti qilgandek ko'rinib, mashru emasdek ko'rsatishga, qonunliq emasdek ko'rsatish bu bir menlik buzuqligidan, kishilik buzuqligidan, kimlik buzuqligidan kelib chiqayotgan ish. Oxirida hamda ba'zi yeldan yana bir anglagan gapni deb qo'yay. Bu chet elda bo'layotgan gap bu. Ba'zi munofiqlar deydi, vatanda dinchilar jiqlab ketganda Xitoy ularni qayta tarbiyalash, re-education centerlarga sulab, endi bizga zarar bermaydigan halga keldi deydigan manqurtlarni ko'ryapmiz. Xitoyning xalqimizni kamplarga sulug'ini o'zi uchun yaxshi bo'ldi deb qaraydigan manqurtlarni ko'ryapmiz. Bularning hammasi mushu kimlik buzuqligidan, kishilik buzuqligidan, menlik buzuqligidan chiqyapti. Xalqimiz manqurtlashtirilib, assimilyatsiya qilinib, yo'q qilinish girdobiga kelib qolg'achqa. Sharqiy Turkiston surgundi hukumatı bu kimlikni chiqarmasak bo'lmaydi ekan, bu muhimkan deb o'ylab, xalqimizga shifo bo'lsin, xalqimizning ash kasallariga shifo bo'lsin, xalqimiz mush ma'naviy kasallikdan qutulsin degan maqsadda chiqarilayotgan bir kimlik. Bu kimlik hamda bizningki milliy iftixorimiz. Shunda chiroyli chiqig'liq, bek chiroyli chiqig'liq, ko'rablam insonning yuragi suyungidek chiroyli chiqig'liq. Uyg'urlik ruhi va Sharqiy Turkistonlik ruhi va bir inson buningdan suyunish kerak. Shuning uchun buning ahamiyati bek muhim. Shu Sharqiy Turkiston xalqining hammasininki mushu kimlikni elib olishini chin qalbimizdan tashabbus qilamiz, tavsiya qilamiz.